Nihoyat do'stlar, klublarning futboli qaytdi va bizni yilning eng dahshatli uchrashuvlari oldinda kutib turibdi. Ishontirib ayta olamanki, siz bu o'yinlarning birortasini ham o'tkazib yubora olmaysiz. Demak, 4-aprel 16:45 da Manchester City o'z uyida Angliya Kubogi doirasida Liverpool bilan bahs olib boradi. Xuddi shu kuni 00:00 da biz La Liga doirasida chempionlik uchun kurash olib borayotgan Barselona Atletico Madrid bilan mehmonda o'yin olib boradi. 6-aprel 20:45 da Italiya A seriyasida De Bruyne boshchiligidagi Napoli o'z uyida Modric yetakchiligidagi Milanni mehmon qiladi. 7-dan 8-aprel kuniga o'tar kechasi soat 00:00 da bizda Chempionlar Ligasi chorak finali doirasida Real Madrid o'z uyida azaliy raqibi Bavariyani mehmon qilishini ko'rib olamiz. Xuddi shu kuni o'sha vaqtning o'zida Sporting Arsenal o'yini ham bo'lib o'tadi, lekin afsuski ushbu o'yin parallel bo'lib qolganligi tufayli telekanallarda olib berilmaydi. 8-dan 9-aprelga o'tar kechasi 00:00 da ham dahshatli ikki o'yin bizni kutmoqda. Ulardan biri amaldagi chempion PSG Liverpoolga qarshi o'ynaydi. Parallel ravishda esa yana Barselona va Atletico Madrid to'qnash keladi. Bu safar Chempionlar Ligasi chorak finalining dastlabki o'yini. 12-aprel 20:30 da esa bizni APL Klasikosi kutmoqda. Chelsea o'z uyida Manchester City bilan o'ynaydi. 14-dan 15-aprelga o'tar kechasi 00:00 da esa Chempionlar Ligasi chorak finali javob o'yini. Atletico Madrid bu safar o'z uyida Barselona bilan o'ynaydi. Parallel ravishda esa Liverpool Anfieldda amaldagi turnir chempioni PSJni mehmon qiladi. Ertasi kuni 15-dan 16-aprelga o'tar kechasi soat 00:00 da ikkinchi o'yin kunlari Arsenal Emirates'da Sportingni mehmon qiladi. Parallel ravishda Bavariya Real Madrid yarim finalga qaysi jamoa munosib ekanligini kelishib olishadi. 18-dan 19-aprelga o'tar kechasi soat 00:00 da APLda haqiqiy klassik to'qnashuv Chelsea o'z uyida Michael Carrick boshchiligidagi yangilanib borayotgan Manchester United bilan o'ynaydi. 19-aprel 20:30 da esa qaysidir ma'noda APL 2025-26-yilgi mavsum chempion nomi aniq bo'lishi mumkin bo'lgan o'yin. Manchester City o'z uyida turnir yetakchisi Arsenalni mehmon qiladi. Lekin afsuski